odam o'zi ishi yurishmayib shunaqa period bo'ladi-da. 8 marta, 10 marta desangiz ham bo'ladi. Aniq minusga tushganman. Minusga tushib ketasiz, qarzga kirib ketasiz. Mana bunaqa narsa ko'rganmisiz? Hamma ko'rgan. Yoshlikda rogatka o'ynaganmisiz? Bundoq tortiladi, bilasizmi? Orqaga bundoq. Bu yana mana bu qarzga kirib, og'irlashyapti, lekin harakatni to'xtatmayapsiz. Tortyapsiz, qiynalyapsiz, tortyapsiz, keyin bitta qo'yib yuborasiz rogatni. Uchadi, to'g'rimi? Ana xuddi hayot ham shunga o'xshagan narsa-da. Yomon motivatsiya. Ochlik yomon motivatsiya. Qarzga kirish yomon motivatsiya. Agar o'g'il bo'ladi, shashti so'nmasa borim, qarz ham ta'sir qilmaydi. Harakat qilib bo'ladi, qarzga kiradi. Sababini qilish kerak, Allohdan so'rash kerak. Banda ixtiqolo bermaydi. Bu banda desiz yo'q, u ham qul. Banda degani bu qul. Mana shu, bu ham shu. Bosh o'rnida bittasi paqqayda o'xshaydi. Lekin hamma qiynalganlar esimdan chiqadi. Shuning uchun depressiya qilish kerak, bosish kerak vaqt. Bu boshqa narsa birting. Ani og'aynisan maslahati-yu, sen bo'lmaydi, sen odam bo'lmaysan. Shu maktabda ham bilasizmi? Odam bo'lmaysan degan bolalar odam bo'lib ketdi. Ana a'lochilar hali ham 2 kere 2, 5 kere 5 deb yurganlar, to'g'ri hisob kitob qilganlar. Hali ham ko'p bizda ham a'lochilar hali ham birikki bo'lib yuribdi. Sizlar odam bo'lmasa ekanman, bu harakat qilaveradi. Qachon odam bo'ladi? Qarasiz odam bo'lib ketgan u. O'sha anu sostoyaniyada o'sha hamma narsa bor. Har ham niyozga o'sha narsa-da, chunki ruh so'ndirmash kerak, shashni tushirmash kerak, bosish kerak.